Assalom. Kitap o'qish munbiri avlodlar torbetiga xush keldingiz. Mening ismim Nuriya Rahman. Bugun Analar bayrami. Men barliq analarning bu xosiyatli kunini tabriklayman. Jumladan yangidan ana bo'lgan yosh analarning bu qutlug' kunini muboraklayman. Shuning bilan birga yana mening mehribon opamga o'xshash farzandlardan vaqtsiz ayrilib o dunyoga ketgan marhuma onalarimizga Firdavs jannatlar tilayman. Bugun Analar bayrami. Jamiyatning, farzandlarning analarga bo'lgan cheksiz hurmati va rahmatini aytadigan bir xosiyatli kun. Shuning bilan birga yana biz har bir onaga o'zimizning oiladagi va jamiyatdagi rolimizni, majburiyatimizni samimizga soladigan bir kun. Mushundaq bir xosiyatli kunda men sizga Yalqin Rozining Zodi qandaq analar ulug' nomli maqolasini yana bir qatim o'qib bermoqchi. Shundaq bu maqolani men o'tgan yil bir o'qigan. Analar bayrami munosabati bilan bu yil yana o'qimoqchi. Alloh xolasa balkim kelar yilmi o'qib qolishim mumkin. Chunki bu maqola biz analarga sharaflik tuyg'umizdan bakrak majburiyat tuyg'umizni ko'rsatib berdi. Xo'sh, diqqatingiz maqolda bo'lsin. Bu men turadigan kichik kent Janvadan bir 15-20 kilometrlar keladi. Bugun havo bekmi yaxshi, shunlashqima bir etizliqning yeniga kelib o'qishni o'ylashdim. Men mayslar qarab men bilmayman nima ekanligini. Bug'doymikin deb o'ylayman. Ammo shundaq farqlar yaxshi. Ma'qul amsa maqolni o'qib beray. Zodi qandaq analar ulug'. Yaqinqi yillarda she'r qo'shiqlarda, sahna ekranlarda analar ulug'. Jahonda eng ulug' inson ona. Ana hammadan ulug' degan o'xshash ta'rif va madhiya so'zlari xeyli keng umumlashib qoldi. Buning turkisida kishilarmi bu so'zlarni doimdagidek iste'mol qiladigan bo'ldi. Kishilar onalarni nima uchun bunda qora quyuq ulug'laydi? Meningcha ular umuman bunda qaraydi. Analar 9 oy 9 kun qo'rsoq ko'tarib bola tug'idi. Yana emitidi. Bolani parvishlab cho'ng qiladi. Shuning uchun analar ulug'. Analar ulug'lashga tegishlik insonlar. Qaramoqqa analarni bundaq ulug'lashning ma'lum asosi bordaq qiladi. Ammo analarni mushu o'lcham, mushu shartlar bo'yicha ulug'lashga to'g'ri kelsa, bundaq ulug'lash tushunchasidan kam deganda bundaq 4 turlik ziddiyatlik fikr tug'iladi. Birinchi, analar ulug' bo'lsa, dadalar ulug' emasmikan? Shubhisizki, bu bir o'rinsiz talash tartishni paydo qilishdir. Bilish lozimki, har qanday millatning ayollari ulug'liq martabasiga ega bo'lib, erlari uning aksicha bo'ladigan ahvol mavjud emas. Ulug'liq odamning jinsi, yeshi, nasabi, millati asos qilinib ayriladigan masala emas. Shuningdek, analarning ulug'ligi qandaqdir uchar qanotlardan jonivorlargacha bo'lgan butkul jonliqlar dunyosidagi kishi jinslarga o'rtaq bo'lgan tug'ish, beqish, himoyasiga elish, asrash, parvish qilishdek jarayon bilan cheklansa, kifoyalanmaydi. Analarning orasidami ulug' analar bor. Dadalarning orasidami ulug' dadalar bor. Hargizmi ularning hammasila ulug' emas. Analarni ulug'lab ajoyib fasohatlik misralarni tuzgan. Analarni madhiyalab naqshi qo'shiqlarni o'qigan vaqtimizda biz bundaq hayajonli hissiyotning qandaq haqiqatni o'lcham qilishi lozimligini unutib qolmasligimiz kerak. Haqiqiy ulug'liq
bola tug'ish bilan emas, balki ulug' ideyani, ulug' nishonni tug'ish bilan xarakterlandi. Haqiqiy ulug' ana qiyin tanlashlarga to'g'ri kelganda to'g'ri yo'l topa oladigan aql parosati bilan avlodlarning baxt saodati uchun ikkilanmay yo'l ichib olg'a ilgirlay oladigan jangovar ruhi bilan, kishini aymantiradigan va qoyil qiladigan pokligi bilan, husniga mangu o'zgarmas latofat qo'shadigan fazilati bilan, yemirilmas qo'rg'ondak e'tiqodi bilan ulug' bo'ladi. Birla jumlaga yig'inchoqlaganda mayli mayli ayol, mayli dada, mayli onaga nisbatan bo'lsin, ulug'liqning eng oliy sharti xalqchillikdir. Qanchaki vatanparvar, millatparvar odam bo'lsa, shuncha ulug' bo'ladi. Mushundaq shartni hozirlagan ona emas, balki emik ona bo'lsa-mu, o'xshashla ulug' hisoblandi. Agar onalar qarg'ularcha holda ulug'lansa, yoki ularning ulug'ligi bola tug'ish, emitish, cho'ng qilish qilib bog'lanib qolsa, analarning mas'uliyat eng ojizlab, o'zga qo'yadigan talab tuvallab, bexudlashib ketish ahvoli ko'riladi. Chunki analarning bir minutmo asdan chiqarmaydigan mas'uliyati oila va millatning kelajagi bo'lgan bolalarni jafoliq ajr, durust tarbiya bilan o'z taqdirini o'z qo'lida tutib tura oladigan yaramliq izbosarlarga, ona vatanning da'vatiga quloq soladigan, uni amalga oshirish ko'yida fidokorlik ko'rsatadigan azimatlarga aylantirishda ifodalandi. Balzacning millatning kelajagi onalarning qo'lida degan mashhur so'zi dal onalarning mushundaq sharaflik mas'uliyatini ado qila olishi yoki qila olmasligiga qarata aytilgan. Onalarni ulug'lashda o'lcham hisoblanadigan yuqorqi shart va mas'uliyat eng nazardan soqit qilinib, ulug' degan sifatni farzand yuzi ko'rganligi onaga ato qilaverish bir millatning qimmat tarozisining mujmallashganligining ifodasi. Agar onalar qora quyuq ulug'lanib, ularga bir taraflama holda madiya o'qilib bersa, onalar orasida o'z-o'zini tonish eni texi yetarlik uyg'onmagan millionlagan nadon onalar xato ilhomlantirilib, oilada erlar bilan martaba va barobarlik da'vosi qiladigan oqibat ulg'ayib ketadi. Agar buningga ayollar huquqda barobar degan qonun tashviqotini xato tushunib, uni izchillashtirishga, hamma ishda tatbiqlashga urinish xohish qo'shilsa, oiladan iborat imoratga ishchidan dast ketishga boshlaydi. Aniqki, bir oiladagi barliq a'zolar o'tirsida o'zaro talab qiladigan huquq, ado qiladigan majburiyat mavjud. Oila a'zolari o'tirsidagi bu xil huquq va majburiyat qonuniyatdan iborat muqaddas mezon ustiga qurilgan. Qonun bilan qonuniyat o'tirsidagi munosabatda avval qonuniyatning mezoniga bo'ysunish, ondan qonunning nizomiga murojaat qilish kerak. Har qanday oilada bu xil qonuniyat eng ojizlab, qonun eng kuchayib ketadi ekan, undaq oila raqobatlashayotgan raqiblar so'rniga aylanib qoladi. Bir oiladagi har bir a'zo o'zining qonuniyatga uygun bo'lgan salohiyatini aniq tunisa, ya'ni dada dadiliq, ona onalik, erlik, ayol ayollik, bola bolalik salohiyatini aniq tunisa va shu asosda majburiyatni to'liq ado qilsa, bundaq oila oxirgi hisobda o'ziningla emas, balki bir jamiyatning, bir millatning sharafini yuqori martabaga ko'taradi. Zamonaviylikni yetakchi shuar qilgan hozirgi zamon jamiyatida inson tabiatiga yetarlik hurmat qilish, er bilan ayoldan iborat ikki jins o'ziga munosib mas'uliyatni ustiga elishdek qadimiy muqaddas tamponliq kun sayin buzilib ketyapti.
erkinlik, baraberlik şuarı astida erlerini bir yoqqa qayırıp qo'yib, oiladan iborat illiq o'visini tashlab qo'yib, o'zini sirtqa etayotgan ayollar kun sayin ko'paymoqda. Mushundaq namuvaffaq yuzlanish sababidan buzilgan oilalarning soni shiddat bilan oshmoqda. Oila nizomi jihatda erkinlashgan oilalar nihoyatda mushkul axloq kriziga batmoqda. Unutmaslik kerakki, qon kechib, qurbon berib qo'lga keltiradigan erkinlik bor. Shundaqli yana olqiningda tursimi, ikkilanmay cho'rib tashlavatsa bo'ladigan erkinlikmi bor. Shunga erkinlik masalasini oilaga tatbiqlaganda boshqacha o'ylashib beqish kerak. Meningcha erkinlikni emas, majburiyatni shuar qilgan oila falokatchilikdan yiroq oila. Ikkinchi, analarni qora qo'yiq ulug'lash hodisasi haqiqiy ulug' analarga qilingan adolatsizlik, hatto haqorat bo'lib hisoblandi. Agar analar barliq analarga o'rtaq bo'lgan bola tug'ish, emitish, cho'ng qilish tek umumiy shart bilan ulug'lansa, o'z navbatida bu boshqalarning baxt saodat uchun kuyib pishadigan haqqoniyat yo'lida qurbon berishga to'g'ri kelsa, ikkilanmay qurbon berishga tayyor turadigan pidokor, botur, g'ururliq, mas'uliyatchan onalarga qilingan adolatsizlik bo'ladi. Analar orasida avlodlarining istiqboli ustida kechalari kirpik qaqmay o'ylanib, go'zal kelajak, parlaq istiqbol va g'olib oqibatlarning orzusida yilondek to'lg'inib, o't otash bo'lib yodinadigan analarmi bor. Tong atqucha aysh ishrat klublaridagi ko'lchaklarda uzib, o'zgalarning karavotlarida xuddi yo'qotgan holda eg'inab, er va bolalarni nomus daryosiga g'arq qilib, haqorat o'tida ko'ydirib, puchilayotgan analarmi bor. Hayat mamatliq sinoqlarga duch kelayotgan xalqning g'amini yeb, uning mavjudligi uchun barliq parostni ishqa selib va barliq jasoratini namoyon qilib yashayotgan munavvar analarmi bor. Yo'ldan ozganlarning kechada adishib qolmasligi uchun gulxan yoqadigan. Ular mangboq bo'lgan cho'llarga quduq ko'lab, yashashni sharaf deb biladigan analarmi bor. Ajdodlarning tarixiy shuhratlaridan iftixorlanib, ularning jangovar ruhidan kuch-madad ilib, ajdodlarning sha'niga nur beg'ishlash ko'yida izlanib yashaydigan faxrlik analarmi bor. O'z ajdodining qotilini o'z qo'ynida hozirlantirib yashashga odatlanib ketgan la'natgardi analarmi bor. Analar muayyan o'lcham va prinsip bo'yicha ulug'lamay, bola tug'ish, emitish, cho'ng qilishdek shartni hozirlaganligi uchunla qora quyuq ulug'lash milliy psixikimizda parvosizlik, mas'uliyatsizlik tuyg'usining ustunlik qozonib ketganligining ifodasi. Bilishimiz kerakki, inchga, puxta ish ko'rish ruhi ojiz, farq tuyg'usi mujmal masalalarni haqiqat nazari bilan kuzatishga odatlanmagan bir millatning qimmat tarozisida ko'p hollarda go'har bilan toshning qimmati o'xshash. Bizga o'xshash yukselishning ko'yida kech kunduz tepirlayotgan bir millatga nisbatan aytganda, ulug'lash obyektini to'g'ri bekitalmay, ulug' degan bu oliy markani kimga chaplashni anqirolmay qoymuqib yurish bakmu bechorlikdir. Navada bola tug'ish, emitish, cho'ng qilishdek shartni hozirlaganlikni o'lcham qilib turib, onalarni ulug'lashga to'g'ri kelsa, esimizda bo'lsinki, Jallod Shingsayning onasimi bu o'lchamga butunlay tushadi. Ayollar turmusidimi bu shartni hozirlagan ayollar ko'rmi. Ammo ashular ulug' ana deb ta'riflashga arzimdi. Ko'rinib turibdiki, analarni kelsi kelmas ulug'lash haqiqiy ulug' analarga qilingan uchiq haqorat. Uchinchi, analar bola tug'ish, emitish, cho'ng qilish shartini hozirlaganligi tufayli ulug' deb sifatlansa,
bu sübətləş fiziologiyalik səbəb tüpəylidən pərzənd görüş bəxtiga müyəssər bolalmagan ayallarını kəmsizkənlik болып hesablanıdı. Toğuş ayallarının təbii iqtidarı, şundaqla ortaq fiziologiyalik xüsusiyyəti. Bir cəmiyyətinin analarını bundaq biməni uluqlışı aldıda, pərzənd görəlməslik qismetiga mubtala bolğan ayallar neme deyişini biləlməyi qalıdı. Günahsız ayallarını oңайсыз halga düşürüp koyduğan bundaq məntiqsiz uluqlaş hadisinin başqalarga keltirdiğan besimini sel çağlıqlı bolmaydı. Əməliyyatda noqul halda balı toğub ana boluş üçün heç qandaq səviyyə yoki sapa aldınqı şərt qılınmaydı. Mundaqça etqanda əhlinin, ruhinin qandaq boluşdan qət'i nəzər cismani cəhətdən sağlam bolsıla, namdaki anılarının sepiga qoşuluşunun şəraitini hazırlagan boludu. Biroq, öz pərzəntini insandək yaşaşqa ega qilishning şəraitini hazırlaş başqa bir gap. Bundaq şərait hər bir anada pak əqidə və muayyan nişan, belgilik sapa və sübət, qiyin tallaşqa düş kelgəndə capa müşəqqətdən, hətta ölümdən qorxmaydigan ruh, həm də özgə bilən, özü o'ttirsidagi strategiyilik mənfəətini körələydigan ötkür mənevi köz bolğanda andın hazırlanır. Mana şundaq ananın quchqida çoğ bolğan balalar bir millatning ijtimoiy gavdasiga hayoti kuch bo'lib qaytiladi. Bundaq şəraitni hazırlamagan analarning quchqida çoğ bolğan balalarning ko'pinchisi gezi kelganda bir vaqtlik tamoq uchun qilcha ikkilanmay setiladi. To'rtinchi, analar bala tug'ish, emitish, cho'ng qilish shartini hazırlıqalıqqa tüpəyli uluqlansa, buningdan qancha ko'p bala tug'sa, shuncha ulug' ana. Qancha az bala tug'sa, shuncha tövan darajalik ulug' ana. Tug'masa ulug' emas degan bema'ni yakun kelib chiqadi. O'ylab baqsaq, padişanın qimmati pada sonining az ko'pligida emas, balki o'z padisiga bo'lgan mas'uliyatida ko'riladi. Mushu ma'nodan aytganda, onaning qimmati o'ziga yuklangan mas'uliyatni, ya'ni farzandlarni zamonning talabiga, millatning ehtiyojiga munosib, yaramliq avlodlardan qilib tarbiyalab chiqarishida ifodalandi. Agar onalarni ulug'lashda bola tug'ish, emitish, cho'ng qilish shart qilib elinsa, har qancha bilimlik, har qancha fazilatlik ayol bo'lsa-mu, bu xil ulug'liq shartiga yaqinlasha olmaydi. Hammamizga ma'lumki, Iparxon, yetti qizlarim, Nozugum, Rizvongullar ona emas, balki qizlardir. Ular necha asrlardan beri nima uchun unutilmay ulug'lanadi? Ular hurlik uchun tavranmay kurash qilganligi, o'zlarining insoniy qadr-qimmatini hammadan a'lo bilganligi, boshqalarning baxt saodati uchun fidokorlik bilan qurbon berganligi uchun ulug'lanadi. Biz yuqorqi bema'ni shartni shu unutilmas qahramon qizlarimizga qo'yishga petni olaymizmi? Tangri ato qilgan tabiiy iqtidor va hamma ayollarga o'rtaq bo'lgan fiziologiyalik aloyilikni chiqish qilibla onalar ulug' deyish haqiqatan kulkilik. Har qanday qiz balog'atga yetganda fiziologiyalik nuqtasidan ona bo'lish salohiyatini hozirlagan bo'ladi. Mushu ma'nodan biz ularni ulug'liq martabasiga ko'tarilish oldida turgan kishilar, kandidat ulug'lar deb aytsak muvofiq bo'lamdi. Bala tuqqan, emitgan, cho'ng qilgan onalar uchun aytganda, ona degan so'zning o'zida kupayi. Shu tufayli onalarni qora quyuq holda ulug'lash normalsizlik. Ammo har bir kishining o'z onasini qanchalik darajada yaxshi ko'rishi, kutishi, hatto onam dunyodagi eng ulug' ona deb tushunishi
özünün erki. Bundaq hissiyatni tushunishga bo'ladi. Onam ulug' degan so'z bilan onalar ulug' degan so'zning xarakter va ma'no farqi nihoyatda zo'r. Özünün anısını ulug' ko'rish bilan umumiy onalarni ulug' ko'rish prinsipal masala. Bu yerda hissiyat bilan haqiqatning munosabatiga yotadigan nozik farq mavjud. 2008-yil yozildi. Men bu maqolani o'qigandan keyin Yalqinning qarashlari bilan umumiy jihatdan o'rtoqlashsammi, kallamdan o'tmagan ba'zi taraflar bo'lgan. Shu sababdan bir kichik bir maqol yozgan. Men bu videoning inkas supsiga shu o'tgan qitim o'qib qoldirgan ulanishni yo'llab qo'yman. Shuningdan olsangiz bo'ldi mening qarashlarimning tafsilotini. Meningcha bir nuqtada hammamiz bir nuqtaga hammamiz qo'shilamiz. U bo'lsa-mu, har birimiz o'zimizning onasini mening onam ulug', mening onam dunyodagi hammadan ulug' ona deb atsak bo'ladi. Ammo onalarning hammasini qorquyuq ulug' ona deb atash haqiqatan haqiqiy ulug' onalarga qilingan bir haqorat. Xo'sh. Analar bayrami munosabati bilan bu maqolani o'qib berdim. Har biri onaninki albatta menmo shuning ichida majburiyatimizni to'liq to'nib, rolimizni yaxshi joriy qildirib, yaxshi farzandlarni kelgusiga yaramliq o'zimizning milliy kimligimizni davom etalaydigan farzandlarni yetishtirib chiqishga tirishaylik. Yana bir qitim Analar bayramimizga muborak bo'lsin. Bugungi kuningizni xo'shal qaram, yaxshi o'tkazishingizni chin dilimdan tilayman. Xayr xo'sh. Aman bo'ling.